bel va oyoqda tortish og'riqlari bilan kelgan 61 yoshli bemorimizni 3 kunlik muolajadan keyin o'z fikrlari bilan bo'lishmoqchilar. Hurmatli bemorlar, men kelganim sababi bu yerga mana belim og'ridi, oyog'im og'ridi, og'ir ko'targandan shunaqa bo'lib qoldim-da. Mana endi xudo, mana 3 kundan beri keldim, yaxshiman. Mana otdayman desam ham bo'ladi, yaxshi. Yaxshi, yomon emas. Bo'pti, shu boshqa gaplarimiz. Rahmat. Bularga bemor doktorlarga rahmat. Katta. Mana shunday yer bor ekan, mana kelib o'tiribmiz. Yaxshiman. Mana ashka kelaverlaring, yomon emas. Mana hamma kelib zakon bo'lib ketyapti. Mayli, yaxshi, salomat bo'linglar. Klinikamiz haqida fikrlarini eshitdinglar, kelinglar va shifo topinglar. Like bilan podpiska esdan chiqmasin.